Bu yerda tazi bilan ko'proq ishlash kerak. Oysa agar bu to'g'rilanmasa gips qilishadi. Mana shunaqa qilib to'g'rilashdimi? Mana shunaqa qilishdimi? Yo'q, massaj qilib turib 2 marta bunaqa qilib qo'ygan bilan ish bitmaydi. Massaj qilib turib har massajda mana shu to'g'rilash kerak. 2 minut massaj, 2 minut LFK. 2 minut massaj, 2 minut LFK. To'g'ri qilganingizda bu allaqachon to'g'rilangan bo'lardi. Prosta silab yoki manba bilan ish bitmaydi bu yerda. Bu yerda suyuq ishlaygan. Tushundingizmi? O'zi tegi 1 yoshdan 3 yoshgacha O-образный искривление varus bolalarda norma hisoblanadi. Bolangiz vesini og'irligi, mushak suyakli bo'shligini hisobiga yana ham vesi tushib kuchaygan. Bolangiz bitta oyog'ini polni ichiga tashyapti. Bu tazidan ham ketyapti. Tushundingizmi? O'shaning uchun LFK mashq qilib ko'proq qilish kerak. Taxta boylaganda to'pig'iga tegdimi? Taxtasi mana shu bilan bo'ldimi? Bitta taxta chetiga. Bu ham noto'g'ri. O'rtaga bitta plyonka qo'yib, ikkita chetdan taxta boylash kerak edi. Noto'g'ri.